yangi Damas avtomobillarda ham bor, shunaqa muammo bo'lib qolyapti. Avtomobilni yurgizdi, mahallada chit xuddi ozgina temirchi tunikacha tegayotgan ovoz chiqarib qolyapti-yu, ko'proq mana shu support kapayidan chiqib qolyapti. Bu avtomobilda xuddi shunaqa ovoz bo'lgan, ko'rasizlarmi? Xuddi mana shu yerga tegib yurgan. Endi mashina tegib yurish joyini to'g'rilab qo'yishni men sizlarga ko'rsatib o'taman, xudo xolasa. Buni agar mabodo ikkala tili tegib turgan bo'lsa, o'zi bunaqa yemirilib qo'ygan bo'ladi. Buni ombil bilan ozgina qisib qo'yasiz. Agar men ko'rsatgan joy bo'layotgan bo'lsa agar, buni joyiga kirgizib turib, ozgina mana shu tilchasini tepaga ko'tarib qo'yasiz va kirayotgan joy qo'yib ham xuddi shunaqa muammolari yo'qoladi. Va bu avtomobilimizni ponni 0 dan 100 gacha hadolarni chiroyli qilib berganmiz. Agar sizlardan xuddi shunaqa xizmat bo'lsa kelaverasizlar. Ponni chochib tashlab turib, pujni arq tozalab, chashkalarni qo'yib, yangi Damas avtomobillarda yana nima muammolar bo'lyapti? Ko'pincha rul kolonkalar ham tiqilab qolyapti, keyin mayatningiz tez ketib qolyapti. Xudo xolasa bo'ladi, rul kolonkalarni o'zini chiroyli ochib, usit qilib, har xil yoqimsiz ovozlarni yo'qotganmiz, balkalarni tushirganmiz, ponni kraskalab, rezinkalarni chiroyli qilib almashib berganmiz. Har doimgidek support rezinkasini Nexia qo'yib berganmiz. Damas o'ziniki mana o'ziniki tezda ketib qolaveradi, chalpaga o'xshab qoladi. Mana hozir kichinasi ko'rsataman, ko'rasizlarmi? O'zi kichkina bo'lib qoladi. Va mana Nexia'niki. Mana buniki ko'rasizlarmi? Qanchalik farqi bor? Bu ancha aqlliroq ishlab beradi va mayatni qoqilayotganda joyini ko'rib qo'yish kerak. Korpusini, agar korpus chatoq bo'layotgan bo'lsa ham, bo'sh bo'lgan bo'lsa, xuddi shunaqa mayatning tez kelishiga olib keladi. Bu avtomobilimizni sharovlarni qo'yib berganmiz. Supportlarda hadov qilingandan keyin ko'p avtomobillarda mana shu mahallada yurgan tiqil ovoz chiqarib qoladi. Immuniy support bo'ladi. Buni supportlarning ovozini tiqil-tiqillarni yo'qotib, umuman bezov qilganmiz. Hozir ko'rsatganimiz g'irtillab yuradi-yu, buni ham yo'qotib berganmiz. Ponni chiripaxa rezinkasi, yo salon futurkasi ham o'tamiz, xudo xolasa. Orqa tomonga amazatni qo'yib berganmiz. Amazatni rezinkasini kuchaytirilgan plus amazatni uстановка qilib berganmiz akalar. Damas avtomobilda hadov qilayotganda ko'p hozir aytganimdek, yangi Damaslarda ham xuddi shunaqa muammo bo'lyapti akalarim. Mana rolni o'zi bor-ku, rolni o'zi bunday qilsangiz qimirlayib tepa-past bo'lyapti. Mashinaga salon futurkasini qo'yaverasizlar ham xudo xolasa. Bularni salon futurkasini qo'yib, amazatni chiroyli qilib ishlarni mustahkam qilib beramiz akalar. Sizlardan avtomobilda ham xuddi shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, olib ketsanglar ham xudo xolasa, sizlarga go'zal holatda qilib beramiz. Avtoprofessor kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin, jonlar sog' bo'lsin, yuzlarining tabassumi tark etmasin.